Qo'shni meni tabriklang. Men auksionda qatnashib 49 yilga yer yutib oldim. Endi men mulkdorman, qo'shni mulkdor. Qo'shni, yer chopib kim ko'karganini ko'rgansiz, menga ayting. Undan ko'ra keling, bo'ladigan ish bilan shug'ullanamiz siz bilan. Qo'shni, men bir harakat qilib ko'ray. Omon bo'ling. Yaxshi niyat bilan yer olaman deb yaqinib. Allohim bizga shukr. Hormang qo'shni, hormang. Salomat bo'ling. Yezilib ishlayapsizmi? 49 yilga ijara shartnoma asosida shu yerda oldingiz. Ha? Ey, bu yer odam bo'lmaydi. Men sizga yana bir marta aytaman. Yuring boshqa ish qilamiz. Qo'shni, iltimos, meni yerdan sovutmang. Men yerga mehnimni beraveraman. Yerga pechini terimni to'kaveraman. Yer meni albatta xursand qiladi. Yer meni albatta boqadi. Albatta boqadi. Xor bo'lasan. Meni gapimga kirmadingmi? Xor bo'lasan. Bo'ldi ya, ey qo'shni, o'zingizni xo'rlamang. Bu yeringiz odam bo'lmaydi. Na suvi bor, na to'ki bor, na yo'li yaxshi. O'zingizni xor qilmang, qo'shni, yuring boshqa ish qilaylik. Iltimos, yerdan meni ko'nglim sovutmang. Yaxshi bo'lib ketar. Ishoning, yaxshi bo'lib ketar qo'shni. Yo'l ham yaxshi bo'lar. To'ki ham bo'lib qolar. Suv ham kelar. Namuncha qiynaysiz. Yaxshi bo'ladi. Men yerga mehr beraveraman. Bir yilda xor bo'lib oldimga pul so'rab bormasang, odam emasman. Ular. Allohim, o'zing madadkor bo'lgin. Ey Xudo. Bo'lishi mumkin emas, ey Xudo. Bo'lishi mumkin emas. O't bosayotdi-ku, buyoqlar sarg'ayib. Suv yo'q-ku, qanday bu darajaga keldi? Shu qo'shnimni mendan ustun qilmaganda. Ko'chatlarimdan aylanib ketay. Xudo xolasa toruzlarim ham yaxshi bo'lib qoldi. Qo'shni buyoqlarni qanday bog'roq qildingiz? Sarg'ayib yotgan yeridiku, suv yo'q, yo'li yo'q, to'ki yo'q edi-ku, qanday qildingiz? Qo'shni, namuncha ichingiz qora, ha? Namuncha ichingiz qora, ey. Yaxshi niyat qilmaysizmi? Siz menga xor bo'lasan diyordingiz, to'g'rimi? To'g'ri. Mana bog'larni qarang. Ekinzorlarni qarang, men zo'r bo'lib ketdim-ku. Hukumatimizga rahmat. Yangi O'zbekistonga rahmat. Ishlasangiz hamma sharoit qilib berishyapti. Qo'shni, menga o'rgating, menga ham yer olib, auksionda qatnashib, yer yutib olib, men ham sizga o'xshab yuray, qo'shni, menga yo'l ko'rsating. Menga qarang. Ana joyni ko'ryapsizmi? Qaysi? Ana yengil tipdagi, ana konstruksiya borki, shu asosda chorva mollarga joy qilib qo'yganman. Xohlasangiz siz shu joyga mana mevalarni saqlaydigan muzlatkich qiling. Xohlasangiz traktorlaringiz turadigan traktor parki qiling. Xullas, mana shu 20 sotidan zo'r foydalanib, zo'r saqqa qilsa bo'ladi. Ichim yonib ketyapti. Menga tartibini tushuntiring, qo'shni. Qanday boy bo'lsam bo'ladi, qanday yer olsam bo'ladi, gapiring. Qo'shni, yer auksion platformasi orqali FF18 asosida savdoga qo'yilgan qishloq xo'jaligi yerlarini auksion savdolarga qatnashib yutib olishingiz mumkin. Keyin menga o'xshab boq qilishingiz shart emas. Xohlasangiz qovun eking, xohlasangiz tovuz eking, xohlasangiz ana chorva mollaringizga beda, makkapa ekasizmi? Menga esa oshqovoq ekmaysizmi? Shunaqangi chet elga eksport qiling. Shunaqangi pul toping. Topgan pullaringiz so'ylarga, yaxshilikka, yangi O'zbekistonimizni rivojiga xizmat qilsin. Qo'shni, xayr yo'q, chopqillab qaytib ketyapsiz. Auksionga ketyapman. 1 yilda sendan zo'r bo'laman, qarab tur. U ham mayli qo'shni. Yangi o'zlashtirilayotgan yerlar uchun 5 yil soliqdan mutlaq ozod bo'lar ekansiz. Ana, qo'shnim ham yer olgani auksionga chopqillab ketdi. Hamma boy bo'lsin, ey. Boy bo'ling qo'shni. Siz nimaga o'tiribsiz? Siz ham shoshiling. Muhtaram prezidentimizning 2025-yil 3-fevral 18-sonli hamda 2026-yil 24-aprel 68-sonli farmonlari bilan to'liq tanishib chiqib, yer oling, dehqonchilik qiling, bog'roq qiling, boy bo'ling.